Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bu videoni ko'rishdan oldin bitta like, bitta podpiska bosib qo'yasiz. Monitorlarga e'tibor berasizlar. Bunaqa avtobus O'zbekiston bo'yicha yo'q. Rossiya davlatiga to'g'ridan-to'g'ri dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga chiqib bormoqda avtobusimiz. Faqat 2 dona kelgan, yonida yana bitta avtobusimiz bor. Ko'rib turibsizlar vatandoshlar. Bu avtobusga ulgurib qolinglar, ha vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha metro Katennikiga avtobuslarimiz 3 sutkada kirib boryapti. Yo'lda hech qanaqa muammo yo'q. Hammasi gap va so'zlar bo'xton, yolg'on vatandoshlar. Iltimoslardan adashib qolmanglar, sarson bo'lib qolmanglar qadrli yurtdoshlar. Biz 24/7 xizmatingizdamiz. 50 kilogacha yuklarimiz, poложini farzandi bor opalarimiz, yoshi katta xojoni, hojotalarimiz kelsa, keling mana. Joylarimizni ko'rib turibsizlar aziz vatandoshlar, sidinalarimiz как положено 25-30 gradusga yotadi. Keling, bu monitorni ko'rsatasiz, ko'ryapsizlar. Monitor, zaryadka qiluvchi joy обязательно bor. Naushnikka e'tibor berasizlar, xolodilnik, monitor. Avtobusimiz samolyotdan kam joyi yo'q vatandoshlar, yumshoq va sifatli bemalol ketasizlar. Tanlovda adashib qolmanglar, sog' bo'linglar.